siqilib o'tiribsiz? Nima bo'ldi? Hamma ishimni qilib bo'ldim, uylarni yig'ishtirdim, ovqatimni qilib bo'ldim. Endi nima qilsam ekan deb zerikib o'tiribsizmi? Nima ham qilardingiz? Pul topish kerak. Macarena no? Nima? Erim ruxsat bermaydi ko'chaga chiqishga? To'g'ri qiladi. Nima qilasiz ko'chaga chiqib? Uyda o'tirib ham pul topsa bo'ladi-ku. Turkiyaning Ersak kompaniyasini eshitgan bo'lsanglar kerak. Halol, qonuniy, ishonchli. Sizlarga men bemalol tavsiya qila olaman. Shunchaki bitta pasport va rasm evaziga a'zo bo'lasizlar va ular sizlarga podrobniy tushuntiradilar. Nima qilish kerak, qanaqa ishlash kerak. Buning uchun ko'chaga chiqib, nimadir qilib, sotib yurish shart emas. Onlayn ishlaysizlar. Telefonchani qo'lga olib, tik qilib pul topasizlar. Tak что o'tiravermasdan yaxshigina pul topinglar. Hozirgi kunda liderlari 30-35 milliongacha daromad ko'rishyapti. Bo'la qolinglar, o'tirmanglar siqilib. Yaxshi pul topsanglar, mazza qilib sarflaysizlar. Bo'linglar.